Короче, Felix va Iqbol, ikkala bu oy qishloqda eng namunali va eng zo'r fermer bo'lganlari uchun Sallaga sovg'am bor. Qanaqa sovg'a ber? Korоче, qara, oldlarida ikkita sandiq bor. Bittasi oq, bittasi qora. O'shani bir taniysanlar bitta-bittalar. Keyin o'sha ichidan nima chiqsa Sallaga o'sha. Okey, ichidan nima chiqsa o'sha menga. Arroq bizaga Felix. No okey, iqbosan qaysi tanlaysan? Oqini. Oqini tanlamoqchi edim-ku. Endi tanlab oldim man. Necha endi qorasini hech chiqmaydi, lekin qora sal muskuro rangi, mayli. Bo'lmasa sekin ochib qo'yinglarchi, nima chiqqan ekan. Okey, hozir ochib ko'raman. Mana ochib ko'rsammikin bolalar? Yokida uyga kirib ochsammikin? Necha mana shu ochaveraman. Hop, sanaga nima chiqdi? Jitil. Oho, yeah, baby, barakadan 30 ta hot dog chiqdi. Hot dog? Yo-mayo. Mazzami? Men yaxshi hot dogdan ekan. Qo'shlarini qara. Qaytarib ber tez. Tez joyga qo'yib qo'y. Hozir yoqayotganim yo'q, qo'rqma. Managidan nima chiqar ekan? Yo-mayo! Jetelman, pоймай, короче. Bir stak izmirtli blok. Mer, hazırlaşmasını chiqilib menga. Yo-mayo. Bolalar, men boyman, короче. Jitir ko'rolsam, urinmas вообще. Nechib turasan ukam? O'zim qora salamoqchi edim. Mana senga oqini ol. Yo, endi bunaqasi ketmaydi. Qorasi menga, bo'pti. Men addushi rahmat. O'qib qo'yarim, o'qib olasizda. Yo'q, men endi boyman bolalar. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. O'sha Felix yangi video challenge qilishga bo'ldik. Bolalar, короче, hozir nima desam bo'ladi bolalar. O'tirdik, u yoq tashab, bu yoq tashab va kutilmaganda bolalar, qaranglar, qanaqangi priz yutib oldik. Bunaqa prizdan keyin bolalar aniq-tiniq o'zim kelolmagan 1-2 hafta, lekin chotki bo'ldi, ishoninglar bolalar. Daba hozir soqolgan bo'lsam bo'ldi, chotki bolalar. Lekin ana jitil aytganim, lekin buni qo'shimchalar o'qimanga bo'lsin aytganim yo'q endi. Ko'rsan bilaman-da, nima chiqib turishini, unga yaxshilik qilmoqchiman prostakman. Va mana shu oxirgi akarotda okey. Bo'ldi. Bolalar nihoyat butun qushlik kartoshkalarni boshidan ekib chiqib, o'shini kutib emas u. Lekin hammasi chiqib chiqdim bolalar. 3 soat deganda lekin charchab ketdim, lekin bolalar mendan motivatsiya beradigan narsa bor bu. Stop. Eshitaman, pullar bo'lsa nima qolsan? Sana pul bormidi? Mana pul bor edi. Bora qol botdan. Hozir o'tir, jigarim bor-ku. Mayli, hozir o'tirsang o'tir. G'irchibol hozir ham pul olaman. Bor-ku, qo'shning Iqbol. O'shanga yana borib maqtanaman bolalar. Chunki hapshon asam o'ynardim, asani ko'proq oylik olaman deb. Endi Iqbol uni ustida mazza qilib kulamiz bolalar. Oho, Iqbol. Yo-mayo. Butun nima qolsan? Qo'ros, Felix. Yormas borga chiqolmayapsan. Nima bola? Buncha kattalashayotgan bo'lsang. Stop. U hot dog qanchasi yeb qo'yding o'zi? Shu qilganimdan bir stak yeb qo'ydim. Bir stak, kak bir stak. Shu qilsak o'tib ketdik. Yo'may, sig'may qolibsan-ku. Da iksak qolibdi. Tima, hozir chiqaraman. Tiyotganim yo'q ekan, bilasan, mendek pullarga sanaqa hududlarni 5-6 million sota soladi вообще. Bo'lmasa hozir bir qilib sani chiqarishga harakat qilamiz. Buni aytgan san sal kamroq yegin deb, binosga semiribman, keyin qiziq qaramayli bo'lib qoladi. Sal og'zingni shundaymi? Salga chiqasan, biras qilasan xullas. O'zim hayronman, 3 soatda qanday bunaqa ekan. O'sha qilib boshi soatim dada, lekin qoring berdi-yu, lekin boshi bermabdi. Nima degani? Ya'ni bo'ygada, короче, shunaqa. Nima bo'lmasa, omad. Aytgancha pullarim maqtangani keldim, endi qarasam san bunaqa semizlik bilan maqtan olsan, mayli bo'pti, jitil. Yo'q-mayo, bolalar shunchalik semirib ketishi mumkinmi? Unga aytgan sal kamroq ovqat yegin deb narsa demsin bolalar. Shunchalik ko'p ovqat yeydimi? Bu yerda nima qilyapsan o'zi? Fantaziya qilmoqqa, ilhom parilarga otdim, ilhom pari. Juda kulgili. Okey, hozir mana ishga ozgina tiqib qo'yadigan bo'lsak.
No, that okay, bola, let's go. Come on, maybe. Hop, ну, juda ozgina onasini ham san. Hozir esa men qo'ygan ishlarimni qilaman bolalar. Yaramas Felix, o'g'zi вообще, u mani pullarim bo'lishi kerak edi. U mani o'g'irlab oldi. O'g'irlagani yo'q. Xullas shunaqa o'g'irlab oldi. Hop, bir balo qilib unda hamma pulni olib qo'yishim kerak. Chunki u pullar maniki edi. Hop, lekin qanday olsam ekan? Как olsam ekan? Balki uyga o'g'irlikka tusharman-a? Da, judayam idealniy variant. Bunda boshliqroq qilaman, lekin hozir emas. Birinchi o'zim tayyorlab olaman qanday o'g'irlashni. Okay, let's go. Come on, baby, come on. Aha, bola 13 ta sabzi, lekin bu qatorda kartoshka ancha kam ekan. Bu qator ko'proq kartoshka ekishga bola, lekin kartoshka normal ekan. Orqa inventarni olib ketgan ekan. Unda bola albatta like bosganli obuna bo'lib qo'yinglar bolalar, chunki bu video special for you, ya'ni sizlar uchun alohida maxsus tayyorlangan video bo'ladi bolalar. Bilsanglar bilarsizlar. Bilsanglar bilarsizlar bolalar. Xo'p, bo'lmasa deyarli shunaqa bo'ldimi endi bilmasam. Voy chiqasam o'zim uyimdan. Hozir o'tiring, xo'p, baribir yaxshi qilyapti. Bola, короче, bu kim desanglar, bu xullas bizlar rassomimiz o'tiradi, Ilhom Pari kelmayapti onasini yaxshi. Mani uyimdan boshqa uyimmi-da. Lekin bilmadim men. Keyin bola video olishga ideya, lekin mani uyimdan zo'r keladi. Balki Ilhom Parilar kelib qolar menga ham. Da bo'lishi mumkin. Yana kompyuterim bola ustidan olib kelishim kerak. Shu usta ham bola kompyuter tezroq juda qolmadi, men esa qutila qolmadim bolalar. Da balki chiqarsan onasini yapsan. Zo'r deng, chiqasam san yo'qmi? Bu yurak seni izlar hamon. Bola qush aytganman, aytishlar mumkin o'rmondan qolsan deb. Bola o'rmonda qo'ziqorin qidirish chiqdim, lekin bitta ham bola shunday qo'ziqor yo'q. Hammasini yaramas jittalab terib ketgan ekan. Bola endi men qilardik. Sekin uyga qaytamizda bugun obedga. Davay bola zakaz qilaman. Axir pulim ko'p, to'g'rimi? Qo'ygan hamma pulim ichkarida, lekin o'ylab qoldim. Bola jitlar o'zi вообще-то birovni mana shu ko'ravergan jitilda, lekin uncha reaksiya qilmayapti mana shuncha pul yutganimga. Balki hisob ko'rib qo'ygandir bolalar. Tuf ko'z demasin. Jital harakat maning bor. Jital. Iqbolmi bu? Salom Felix. Bunga nima qildi rassom? Короче, o'tirdim, keyin biroriga hayyabilla habibi deb yugurib keldi-da, unda tiqilib qoldi. Nimaga bu yoqqa kirmoqchi bo'lmaysan? Shu просто salom qilgani. Demak sen mani pullarimni o'g'irlamoqchi bo'lgansan. Yaramas, o'zing olsanmi? Men pashtaman. Xayr aytmaysanmi? Pashta o'g'larni qiynalmasdan. Demak tiqilib qo'ygansan, teshib turib. Okey, nima qilamiz rassom? Bilmana davay orqasiga anuni tiqamiz. Armaturani. O'ynashmi? Yo'q, вообще. Mana chiqib oling, ikkalangni o'ldirib qo'yaman. Lekin variant hozir ko'ringda. Aha, hop. What the fuck? Jital? Yo'q, bag bo'lib qoldi bolalar. Shonim bizning blokkacha kirib ketsan-ku. Bilaman, o'sha Minecraftda bug bo'lib kirib ketib qoldim. Esiz 4 ta negri chaqirmoqchi edim. Nima? Hazillashdim. Xo'p, bola bo'lmasa endi qanday chiqazib olamiz? Menimcha buni doktor Poktormi u bu qilib vazelinlabmi yoki moylabmi chiqarmasa jo'ta chiqib o'xshatdi. Shunaqa qarasam, Jonada xo'shnaqa. Voy, menga bunaqa ditoq qarablar edi. Qanaqa qarabsan? Oddiy qaramiz, to'g'rimi, rassom? Adada xuddi nima bunaqa qilmang. Xo'p, bo'lmasa xo'p, hozir xayrlashib olaylik-da. Keyinchalik ham problemani hal qilamiz. Xo'p, hammaga xayr bolalar. Salomlar, Felix bo'ldim va keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'linglar. Hozir esa ana bir balo qilib chiqarib olamiz albatta. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.